Mana hozir burada ko'rgani ketyapmiz. Drevnyasida, qishloq joyida, qadimiy joyda, tog' darosida Budda bor, xramida, o'shga olib ketyapmiz. U Budda yotar ekan. Hozir ketamiz. Biz yo'lga tushdik, otlandik yo'lga. Maketda. Bizlar 40 minutdan keyin Takuni so'rab boryapmiz. Ashqo'g'li tepasida ekan. Yaqinlashib qoldik. Сюда? Уже пирожные взяли? Туда, да? Да, молодец. Билеты здесь? Билет где? Касса. Маятник где? izlab keldik, topib. Hozir kassaga boryapman. Bilet sotib olay. Hozir boram. Keldik axiri. Parkovka qilgan ketdilar. Mopedimizni. Avvaliga qiyin, keyin oson. Santiago. Taku to билет. Yeah, 500 for 2 person. Сколько? 500,000. 550? Ну-ка. 5. 5. 50 тысяч. Окей. Одну минуту, excuse me. Pay for car up and down. 2. 2. Up and down. For 2. İkita bilet aldım. 250 mingdan ekan. 250 mingdan hozir 500 ming bo'ldi kishiga. Mana ikkita chek. Kiraverishi mana bunaqa. Yetib keldik. Hozir kirishini sizlar uchun syomka qilamiz. Like bosishni unutmang. Santiago. Ciao. Santiago. Ciao. Ah, Cinciao. Ciao. Cinciao. Okey. Voy, shofirimiz avtobusda. Takuga ketyapmiz. Hech kimni yordamisiz. Hech kimni yordamisiz. Gid hech kim. O'zimiz bike prokatga oldik. Prokat 2 kunga 350 ming don. Betga kirish uchun biletimiz 2 kishiga 500 ming don. $20. Da, $20. Дальше aylangani. Ketdik. Come on. Come on. Okay. Thank you. Mashinamiz bizni manzilimizga olib kelib qo'ydi. U yog'iga piyoda. Tepalikqa chiqib ketamiz. Baland lestnitsa bilan chiqib ketamiz. Mana lestnitsa, yuqorisi yana lestnitsa. Takuga mana shu lestnitsa bilan chiqib borib, u yog'ini hali bilmaymiz. Surpriz. Takuga xush kelibsiz.
kutmagandim kanat bilan borishni. Men piyoda chiqib boradi deb o'ylagandim. Lekin kanatga o'tirdik. Qo'rqinchli tepalik tog'larning ustidan o'tib ketasiz. Strashno. Вот elektritsiyani xuddi qaytadan tokni qaytadan oladi. O yerda oftobdan, quyoshdan olishadi. Tepalikqa chiqdik. Qo'rqinchli. Nafaslarimiz qaytib boradi. Как всегда. Kim что-то suvga o'tiribman, xo'jayinni takuga olib kelmay qolmadi deb. Uf. Men gapirmayman ham, qaramayman, joy ko'zim jim bo'laman. Qo'rqinchli. Qimillaydi bu. Shatatsiya qiladi. Qo'rqinchli pastlik qolib ketdi. Tepalikda juda ham baland tog'da biz hozir. Kutmagandik albatta deb o'ylardik. Piyoda tushib borib chiqib boramiz dedik. Ay! Ulangan joyga kelganda taqartiqori baland. Yuragingizda havuchlab o'tirasiz. Qarang, yana qancha balandlikqa chiqib ketyapmiz. Bu yerda past ko'rinadi-yu, lekin aslan o'zingiz o'tirib his qilsangiz umuman boshqacha. Там смотрите. Ой, на каждый чудаки будут. Так, птички поют. Сейчас будет тахар-тахар сделаем. Войдут. Bu tomonda qarang, jarliqda. Junglining o'rtasida ketyapmiz. To'yam tepalikda eng baland cho'qqisiga chiqyapti. Понял? Вот сюда дело, как птички поют, смотри. Chumchuqlarni, har xil chumchuqlar chiroyli sado berib o'qishar ekan. Har xil qushlarda ovoz keladi. Eshityapsizlarmi? O, kelgan joyimiz sariq uycha, qolib ketdi bu chagda. Kirpishni dom. Voy, hozir mana yaqinlashaman. O, o'sha pastlikda qolib ketdi. Страшно. Bu tepalikqa chiqib ketyapmiz. Uncha bilmay pastlikqa qanday tushar ekan, tezlikda tusharmikan? Mana ko'ryapsizmi? Вообще ужас. Shu ujasga o'zimiz chiqdik. O'zimizning xohishimiz bilan. Pul berib. Yana pulga-ya. $20. Vaydoy, jumisos. Shatatsiya kirsos. Возьми. Ay! Vaydot. Demak, shu shatatsiya kirsos. Ветер. Shamol? Pastga tushdik. Ay, taqar. Yetib keldik. Ay! Yetib keldik. Yuragimizda havuchlab. Eshik ochildi. Обратно ketyapti qaytib. Chirib ketganini qara. Toqqa yetib keldik. Endi mana shu yo'l bilan, uzun yo'l bilan uxlab yotgan Takuni ko'rgani boramiz. Keldik bitta yoniga. Tepalqaga chiqib boramiz, dalishni qiramay yaxshi qoldi. Давай. Tepalqaga chiqib boramiz. Ketdik. O, ana shu xiramda ichida bo'lsa kerak-da, o'sha. Himoyachilari, охранниклari Buddani. Дракон, ko'ramiz buyog'ini? Дорожный вопрос. Да, это строящийся храм, правильно? Почему я впервые встречаю, что за Bu xramlar. Ibodatxonasi bet.
Vyetnamlarning ibodatxonasi. Yaqinlashib qoldik. Mana bu yerda yangi qurilish ketyapti. Ibodatxonani yangidan qurishyapti. Hammasi stroyga ketyapti. Turistlar uchun vahimali, chiroyli bo'lsin, ko'rinishi deb qurishyapti. Haqiqatan chiroyli ko'rinishi. Betka Fransiya, Italiya, Amerika. Hamma davlatlardan kelgan. Turizm sayohatchilar. Mana Marraga yetib keldik. Mana eng balandlik cho'qqiga yetib keldik. Baland tog'ning uchiga. Hozir. Mana bu ko'p qavatli binoda yasatib qo'ygan chiroyli qilib, har bittasida buddachalar bor. Har bittasiga chiqib sig'inib tushadi. Mana ko'ryapsizku, mana har bittasida buddachalari bor. Yig'i oxiri. Bet jungli o'rmonda hayvonlardan so'rasak, juda ham ko'p maymunlar bor deyishdi. Maymunlarni lekin biz hali uchratganimiz yo'q. Endi cho'qqisiga chiqib keldik. Ko'rmasak ham yo'q. Chunki bu yerdagilar yovvoyi hammasi. Oddiy mana bunaqa toshlardan yasalgan eng katta Budda. Ana shu tog'ni o'zida yasagan. Buni hech joyga olib chiqqan yo'q. Ashta turib yasaganda, yasagani shu bilan qolib ketgan shu Budda. Ko'rdingizmi? Bunga necha yuz ming yil bo'lganda bunga. ko'rmasdan avtomobilda o'tib ketdi. Mana maymunni to'g'ri. Voy dima kelyapti, dima. Sakraydi hozir. Xo'p. Bular hammasi o'rgatilmagan maymunlar. Qarang qanday yeydi. Odamga o'xshaydi-ya. Voy. Dima qoching. Sakraydi o'zi, Dima. Bekor ko'rsatdingiz. Shu. Главное. На потой даст спотеть. Давайте мне. Это главный. Maymunga. Опа. Все. Дальше. Oho. No. Ketdi. Urush qilyapti. Maymunlardan o'tib, yana tepalikqa chiqib ketyapmiz. U tepaligi yo'q, juda ham tepasida eng katta buddalari bor ekan. Bu yerda ham maymun juda ham ko'p. Adat kirgan. Maymuncha bular o'rganib qolgan. Turistlarni ko'rsa yugurlab kelar ekan. Biz avvalga qo'rqdik. Tashlanadi desak, yo'q, tashlanmaydi. Hammalari o'rgatilganga o'xshab. Turistlarni ko'rsa qo'lini chizib turadi. Paprashaykaga o'xshab. Yetib keldik. Mana shu eng katta mana shu budni ko'rgani keldik. Hammasi sizlarni deb keldik. Bu balandlikqa chiqqandan keyin, kanatlardan keyin like bosing. Maymunlardan qo'rqib, kanatlardan qo'rqib, yuragimizda hovuchlab mana shuni ko'rgani keldik. Gavza? Tepalikqa keldik. Tepalikda mana ko'rgani keldik. Mana buddani
va qaytib ketish. Amni mahor, rasso uzoqga ketish kerak. Biz ana maymunchalarga qarang, har narsasini o'g'irlab qochib ketyapti. Kimdi suvini, kimdi sokini, kimdi kissasidagi, sumkasidagi yeydigan narsalarni. Вон два воришки сидят. Все воруют у всех. Qayerga yegonsiz? Да. Вот этот главный, он за нами пришел, вот оттуда аж. Сейчас. Ну да, там они около гишебени на текте. Все. Иди. Ой, ayda qo'rqinchli. Natidima, ой, малыш. Yebur Umut. Идем. Ana qochib tushdik maymunlaridan. Ibodatxonalardan yana biri. Mana bu xona. Hamalari kelib mana shu ibodat qilishadi. Yana bir bu balandlikda ibodatxonasi, tog' tepasidagi. Bu yerda bitta ayol buddasi. Kalakonchiki. Bu kalakonchik bilan urib chaqirishadi birini. Baylab qo'ygan buni hozir. Mana unga uradi, shunga dangillab ovoz chiqaradi. Orxideya gulining daraxti. Buni pastga tushamiz endi. Sayohatimiz davom etyapti. Hol tugagani yo'q. Pastida ham ko'p ko'rinayotgan chiroyli joylari bor. Ibodatxonasini ichi ko'rinmaydi, lekin chiroyli. Mana bu ustallarda har bittasiga yozilgan bu odamlarning nomi bo'ladi. Bu yerda kim mana shu xramga, mana shu joylarga pul yordami bergan, pajертвовать qilganlarni har bittasi xotiralanib qolgan. Li Tan Dung, Lui Nok Khan. Ko'plari bor. Oba Kam Kha. Bunaqa ko'p har joyda. Ko'p, har joyda ko'p, bunaqa ustachalarda juda ko'p. Tepalikda ham bor, pastda bor edi. Toshdan qilingan bo'lib, xotiralanib qoladi shu odamlarning nomi. Bambuk, смотри какой. Mana bambuk daraxti. Mana полностью u tomonda bor ekan, ko'p ekan bambuk. 1 sekundga 20 santimetr. 1 sekundga? 1 kunga. Ha, bir bambuk daraxti 1 kunda 20 santimetr o'sadi. Mana har bug'uni 1 kunda o'sgan, to'g'rimi? Mana bug'un har bittasini qarasangiz, yaqinlashtirib oling bir. Bug'uni bor. Ana shu bug'un yo'q, shunday ekranda pobliже hozir. Mana shu bug'unlarni ko'ryapsizlar. Bug'unlarni ko'rsangiz, mana shular 1 kunda o'sgan. 20 santimetrdan iborat. Biz ketyapmiz уже. Aylanib bo'ldik. Bu darvozasi chiqayotgan darvozasi, tabiati, manzarasi juda ham chiroyli. Havosi toza, osmoni sof va beg'ubor. Havo zo'r. Havo zo'r. Chumchuqlar sayrab turadi, maymunlar quvalab turadi. Ishqilib zerikib qolmaysiz bu yerda. Archa daraxti bizda archalarga o'xshamaydi. Bular umuman boshqacha, plasmaska yasamaga o'xshaydi, lekin bu yasama emas, tirik, свежий, живой. Hidiyam yo'q. Chiroyli archalari, ha? Juda chiroyli. Palpasta. Ay! Vyetnam aholisi urush paytida, Amerika portlagan paytida Vyetnamlar och qolmaslik uchun mana shu bilan o'zlarini qorlarini to'yg'iztirgan. Bu daraxtning nomi хлебное дерево deb atashadi. Mana shu ularni ochlikdan qutqargan. Он похож на муку.
unga o'xshaydi bu. Ichini ochib İçida. yorsangiz, unga o'xshaydi. Mana shularni qutqarib qolgan. O'limdan albatta. Mana shu daraxtlarda bular juda hurmat qilishadi. Bu ham bir bularga священное дерево deb ataydi bularni. Keldi, kanatiga o'tirgan mina, обратно ketamiz. Mana yuragimizda hovuchlab, peshkom chiqib yurishga 1 soatdan oshiq vaqt ketar ekan. O'pgan og'ziga kelganimdan qo'rqsangam, hayajonlansangam, shunda ketamiz. Voy. Bismillah. Все. Вниз. Pastlikqa endi jarliqqa, tepalikqa chiqib keldik. Endi pastlikqa chiqib ketamiz. Начинается страшно. Voydod. Страшно и обратно уехать. Ой-ой-ой. Да, жить хочется. Вот так, блин. Voydod. Tezroq tushib olaylik. Endi boshlandi. Пешочком лучше, ну это час ходить. Больше часа сказали. Да, устанем. И будем, но дорогу домой не найдем на этом мопеде. Voydod, Dima страшно, arqani qarang. Ага, еще 70 километров туда домой добираться. Ой, Каранг да. страшно повернуться. Какие длинные бамбуки, да? Птички так красивые. Здесь, скорее всего, обезьяны полно внутри. Arqaga qarayman. Jarliqqa tushib ketyapmiz. Ay, ay, tezlashdi. Блин. Сюда не приезжайте. Ну, приезжайте, пешочком поднимитесь. Ertalabdan turib kelsalaring, vaqtlaring bemalol bo'ladi. Biz obyektdan keyin keldik, soat уже 4. 4dan o'tdi. Soat 5 da qorong'i tushadi bu yerda. Shunga biz shoshilyapmiz. Chunki yo'lda topolmaymiz обратном пути. Birinchi marta kelyapmiz bu yerga. Birinchi marta begona shaharda vaqtliroq uyga borib yotgan yaxshi. Sahar bilan kelsalaring, piyoda lestnitsasi bilan chiqib borasizlar, kelasizlar yana. Harom ish. Agar piyoda chiqib tushsalaring shetga 5-10 kilogacha ariqlaysizlar. Balandligi juda ham balandda, tog'ning cho'qqisiga chiqib borish kerak piyoda. Ozgina tepalikqa chiqqanda o'sha katta buddaga borguncha oyoqlarimiz mushaklari og'rib ketdi-da. Buni chiqib tushishni ham o'ylang. 40 minut, 1 soatda 40 minut bo'lsa, bizdagi odamlar 3 soatda ham chiqa olmaydi. Biz tushib ketyapmiz. Bu yerdagisi tepalikqa chiqib ketyapti. Ichida odami yo'q. Chunki o'zi kech bo'lib qoldi. Keladi, chiqishda hojati yo'qda o'zi. Qarang qanday chiqib ketadi. Вообще страшно. Ozgina qoldi, xayriyat yetib kelyapmiz. Chindagina qoldi. Mana elektritsiyani qanday olishadi oftob nuridan. Teros olib ketar ekanda, rost mistadasa. Chok mashinasiga o'xshab yuriladi-yu, faqat mana shu uchachasini ko'tarib olib ketar ekanda sudrab. Yetib keldik. Ay, hozir taqarasini kundan. Ah! Ay! Videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz ketyapmiz uyimizga. Xayr, like bosishni unutmang. Xayrlar izlarim.